Assalomu alaykum. Hurmatli Shiddat Agro Instagram, YouTube kanali va Voha uzumchiligi guruh a'zolari bugun bir xil uzumimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bu Shennikov Oleg Nikolaevich gibrid formasi Knyaz Turbetskoy degan uzum. Yomon emas. E'tibor bersak, donlari yirik, staloviy sort, ancha yaxshi. Ko'rinishi, hosili, boshlarini kattaligi yaxshi, faqat bittagina ozgina kamchiligi, balki endi bu yil yaxshi bo'lar. Shira olishi, shakar olishi juda zo'r emas. Lekin shirinligi yaxshi bo'ladi. Ko'rinishiga qarasak, juda katta donlarning kattaligini qaranglar. Knyaz Turbetskoy. Hurmatli YouTube, Instagram, Telegram kuzatuvchilari, yana bir uzum navini ko'rsatmoqchi edim. Bu o'zim ildizlatib 2 yillik ko'chat sanaladi. Hosil solishi 1-yil. Buni matishnisi, ya'ni boshqa joyda payvand qilingan, u ham solgan, lekin hali to'liq rang olmagan. Endi bu o'zini o'sha to'liq rangiga kirganligi uchun buni olyapman. Bu Pyostri deb nomlanadi. Pyostri uzumi. Bu Gusev Sergey Eduardovich gibrid formalar sanaladi. Buni o'ziga xosligi shundaki, juda go'zal, yorqin, shunday bir insonga yoqimli muskat ta'mi bor. E'tibor bersak, rangi ham chiroyli. Pyostri. Albatta tavsiya qilaman. Bog'laringizda agar uyda bo'lsa 1-2 daraxt bo'lishi kerak. Ayniqsa bolalar juda yoqib, haligi iste'mol qilishadi, yoqtirib. Yana e'tiboringizga bir xil uzumni ko'rsatmoqchi edim. Bu Gurman, erta pishar gurman deb nomlanadi. Gurman ranniy. Bu Krainova degan seleksionerga tegishli. Bu ham muskat ta'mlik. E'tibor bersak, donlari kichik emas, yaxshi bo'ladi. Bog'da 1-2 daraxt bo'lsa yetadi. Bu to'liq pishib yetilsa, mana buni sal rang olish boshlagan. Hozir tokni fokus yaxshi nima bo'lmayapti. Telefonni ozgina qizg'ish ranglar olgan. Bu qizg'ish rangga kiradi. Gurman ranniy. Hurmatli uzumshinavandalari, yana bir xil uzumni ko'rsatmoqchi edik. Bu oldin bu haqida ham reportaj tayyorladik. Grafinya deb nomlanadi. Juda zo'r. Uni boshlarini kattaligini qarang. Juda ajoyib uzum navi. Grafinya bu adashmasam Kalugin Viktor Mixaylovichniki. Bu qaysidir jihatlar bilan avatarga ham o'xshab ketadi. Buni o'xshatishimning sababi mana e'tibor bersak, bu fokusda ko'rinyaptimi yo'qmi? Demak, krateri bor. Kindikchalari bor. Lekin ichida bir dona, 2 dona danagi ham bo'ladi. Lekin bog'ingizda bo'lsa juda yaxshi, yoqimli, muskat ta'm yo'q. Hozirgi vaqtga kelib pishib yetilishi kerak edi, lekin menda ozgina kech qoldi. Yo'dagilarni qarasangiz, bu 1-yil. Bu 3 yillik, demak, ko'chat sanaladi. 3 yillik. O'zi ildiz otgan, ildizlatilgan. Shu bog'imga 1-chi kelgan uzumlardan biri sanaladi bu. Adashmasam 2021-yilda kelgan. Lekin juda ajoyib. Grafinya. Hurmatli uzumshinavandalar, yana bir xil navni ko'rsatmoqchi edim. Bu hali to'liq pishib yetilmadi. Chumollarga e'tibor bermaysiz. Bu yerda xaltacha qilishdan oldin chumchuqlar xom holatida yeganiga, o'shanga shirasiga kelgan, lekin bu kasallanmagan. Hammasi joyida, e'tibor beryapsizlar. Xo'p, demak, Kalugin Viktor Mixaylovichni
Krasnaya Roza degan uzumlardan. E'tibor bersak, donlari yirikligi Red Globe'larga o'xshash juda yirik. Bu ham e'tibor bersak, mana katta bo'lgan 2-chi yil ildizi o'z ildizi bilan ko'kartirganmiz. Bu ham bog'imizga 2-3 yil bo'ldi kelganiga. Pishgan vaqti bu qizil rangga kiradi. Juda yoqimli, yorqin muskati bor. Albatta buni bog'da bo'lishini tavsiya qilamiz. Qizil atirgul, Krasnaya Roza. Pishgandan keyin ham yana reportajini qilamiz. Hurmatli uzumshunavandalar, yana bir xil navni ko'rsatmoqchiman. Bu hozir O'zbekistonda juda mashhur bo'lishga ulgurdi. Preobrazheniya uzum navi. Bu shu seleksioner Kraynov Viktor Nikolayevichni uzum navlaridan sanaladi. Preobrazheniya. Bu shu paytga kelib pishib yetilishi kerak edi. Mana donlarning kattaligini qarang. Juda go'zal, juda ajoyib. Lekin bu yil ob-havoni sal kech kelganligini sababli ozgina pishishida kechikishyapti. Buni juda yaxshi tarafi, donlari juda yirik, tez pishar, katta. Bitta minus tarafi shira, shakari unaqa juda zo'r olmaydi. Ozgina keslik ta'mi saqlanib qoladi. Lekin bog'ingizda bo'lishini tavsiya qilamiz. Chunki bunaqa yirik hamma uzum ham unaqa yirik bo'lavermaydi. Preobrazheniya. Hurmatli uzumshunovandalari, bog'imizda yana bir uzum to'liq pishib yetildi desak bo'ladi. Bu oldin aytdik, bu Dinka uzumi. Pisenka Oleg Mixaylovichni gibrid sortlari juda ajoyib. Bu Dinka deb nomlanadi. Yorqin muskati bor. Ko'rinishi chiroyli. Yeyilgan vaqti ichi plotni deydi-ku, xrustyashi yaxshi. Albatta buni ham tavsiya qilamiz. Bog'da bo'lish kerak, albatta bo'lish kerak bo'lgan uzumlardan biri. Dinka.